Demak, birinchi unitni mashqlari rasmlarga qarab, Helenni rasmlariga qarab, pastda berilgan so'zlardan foydalanib, gaplar yozib chiqish kerak. Hammasini to'g'ri present simple shaklda yozish kerak. Masalan, birinchisida mana bu yerda every day Helen gets up at 7:30 deb yozishimiz kerak ekan. Demak, o'zi birinchi gapni yozib qo'yibdi. Xo'p, bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan narsa Helendan keyin ishlatiladigan fe'llarni uchinchi shaxs birlikdan keyin keladigan shaxslarda s yoki es qo'shish kerak va payt ravushlarini o'z joyiga qo'yish kerak. Yo gapni boshida, yo gapni oxirida. Gapni boshida kelmaydiganlarini fe'ldan oldin yoki to be'dan keyin qo'yish kerak. B mashqda complete using the correct present continuous form of the verbs in brackets. Qaus ichidagi fe'llardan foydalanib present continuousni to'g'ri shaklini qo'yib chiqing. Egaga moslab to be va undan keyin fe'llarga ing qo'yish kerak. Ba'zan inkor gapga o'zgartirishga to'g'ri keladi deb qo'yibdi. Demak, unga e'tibor berish kerak. C mashqda qaytib yozib chiqing. Change the words or phrases in bold. Qora bilan yozilgan fraza yoki so'zlarni o'zgartiring deyapti. Demak, mavzuimiz present simple, present continuous bo'lgani uchun demak, qaysi birlaridir xato bo'lsa kerak, balki barchasi xatodir, balki to'g'rilari bordir. Zamoniga qarash kerak. Asosiysi bu yerda zamoniga qarash kerak va yuqoridagi qoidalar asosida qaysidir qoidaga to'g'ri kelsa, o'sha zamon bilan yozib chiqish kerak. D mashqda to'g'ri so'zni yoki frazani tanlang deyapti. Ikkita qora bilan yozilgan so'z yoki frazalar bor, shulardan to'g'risini tanlash kerak. Gapni ma'nosi, qoidaga to'g'ri kelishi va payt ravushlarini e'tiborga olish kerak. E mashqda yoki present simple yoki present continuous shakli bilan yuqoridagi fe'llarni olib, gaplarni to'ldirib chiqish kerak. Bu yerda ham o'sha aynan qoidalar, signal so'zlar, payt ravushlari, ya'ni ishtirok qilgan e'tibor berish kerak. F underline 10 verbs in the wrong tense. Xo'p, xato zamonda yozilgan 10 ta fe'lni topishimiz kerak. 10 ta fe'lni topish kerak va ularni qaytib pastda 10 tasini ketma-ketlikda yozish kerak. Masalan, o'rtaroqdan topganda birdaniga o'rtadagini 5 ga yo 6 ga yozmasdan birinchi boshdan topib yozib ketaverish kerak. Unit 2 grammar past simple, past continuous, used to. Past simple deb bilamiz. Past continuous, past simple odatda narrative tense deyiladi. Narrative tense hikoya aytishda ishlatiladigan zamon. Hikoya aytishda odatda biz past simple, past continuousdan foydalanamiz, past perfectdan kamdan kam foydalanamiz, lekin baribir past zamonlarni o'zi, o'tgan zamonlarni ko'pchiligi hikoya aytishda ishlatiladi. Va bu writing va speaking da ham yordam beradi past simple, past continuous, chunki ba'zi bir IELTSda topic cardda ikkinchi qismda agar o'tgan zamonda gapirmoqchi bo'lsak, hayotingizga iz qoldirgan birorta voqeani ayting desa, o'tgan zamonda gapirmoqchi bo'lsak, past simple'da hozirga tutashtirib gapirsak, present perfect ni ishlatishga to'g'ri keladi. Xo'p. Past simple yasalishi subject plus verb to deymiz. Verb to deganda ikkita narsani e'tiborga olish kerak. Birinchisi to'g'ri va noto'g'ri fe'llar. To'g'ri fe'llarga ed qo'shilish bilan, noto'g'ri fe'llarga shakli o'zgarish bilan yasaladi. Inkor shaklda fe'llarni e'tiborsiz qoldirsa ham bo'ladi. Infinitive fe'l keladi. Asosiy narsa did not ni ishlatish egadan keyin. So'roqda ham xuddi shunday did ni gapni boshida chiqarib, undan keyin ega va undan keyin fe'lni infinitive shaklini qo'yishga to'gri keladi. Maxsus so'roq so'zlar so'roq gapni doimo boshida keladi. Ishlatilishi: tugallangan ish harakatlar, completed actions. Ikkinchisi repeated actions in the past, o'tgan zamonda takrorlangan ish harakatlar. Uchinchisi general truths about the past, o'tgan zamondagi haqiqatlar. Va to'rtinchisi main events in a story, hikoyadagi asosiy voqealar. Eng ko'p ko'rgan misollarimiz mana shu
qoidaga to'g'ri keladi. Hikoyadagi asosiy qahramonni qilgan ishlari yoki asosiy voqealar ertaklariga e'tibor bersak ham, masalan, Kenja Botir qilichini chiqardi, ajdarni bo'yniga urdi deganda aynan o'tgan zamon ishlatilyapti, chunki bu asosiy voqealar. Lekin boshqa voqealar asosiy bo'lmagan yoki atrof muhit tasvirlanganda unda boshqa zamon bo'laveradi. Va mana bu tomonda o'tgan zamonni signal so'zlari yoki payt ravishlari berilgan. Xo'p, yesterday, last week, last summer, last bilan keladiganlar, in bilan o'tib ketgan oy va yillar. Xo'p, ago bilan keladiganlar, bundan tashqari previous so'zi bilan keladiganlar, then, o'shanda degan ma'noda keladiganlar shu. Va 182-betda noto'g'ri fe'llar jadvali bor deyapti. Ana endi past continuousni ko'rib chiqamiz. Past continuousda ya'ni o'tgan davom zamoni desak bo'ladi. Xuddi present continuousda o'tgan zamon shakli. Bu yerda faqat present continuousdan farqi to be, ya'ni am, is, are o'rniga was va were keladi. Shu qoidalari to be qoidasi bo'yicha yasalaveradi. Ishlatilishi: actions happening at a moment in the past. O'tgan zamonda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan ish harakatlar yoki sodir bo'layotgan ish harakatlar. Kecha kechqurun 9 da men televizor ko'rayotgan edim. Va o'tgan zamonda bir vaqtning o'zida ikkita ish harakat sodir bo'lsa. Sen washing up idishlarni yuvayotganingda men kitob o'qiyotgan edim desa bo'ladi. Background information in a story, mana hikoyadagi atrofni, fonni tasvirlashda ishlatiladi. It was raining, so Wendy decided to go to the cinema. Yomg'ir yog'ayotgan edi. Wendy kinoteatrga borishga qaror qildi. Wendy haqida gap ketyapti. E'tibor bersak, Wendyni qilayotgan ishi past simple da berilyapti. Wendy decided, qaror qildi deyapti. Lekin shu paytda nima sodir bo'layotganda atrofda desa, it was raining, yomg'ir yog'ayotgan edi. Mana shu hikoyadagi fon yoki biror voqeadagi fonni tasvirlashda. O'zimiz haqimizda gapirganda ham, masalan, o'tgan zamonda men kecha ertalab vaqtli turdim. I got up early yesterday. Shu paytda nima sodir bo'layotganda? The sun was shining, quyosh charaqlayotgan edi. The birds were singing, qushlar kuylayotgan edi yo shu ovoz chiqarayotgan edi, shunga o'xshagan. Deganda aynan shu past simple va past continuousdan foydalanamiz. When one action in the past happens in the middle of another, we use the past simple and past continuous together. Bitta ish harakat ikkinchi ish harakatning o'rtasida sodir bo'lsa, biz past simple va past continuousni ishlatamiz deyapti. The phone rang while I was watching. Demak, telefon jiringladi men DVD ko'rayotgan paytimda demoqchi. Ana endi telefon jiringladi men DVD ko'rayotgan paytimda bu past simple va past continuous birga ishlatilishi. Ya'ni bu yerda vaqtni telefon jiringladi belgilaydi. Agar o'tgan zamondagi bir gap bo'lmasa, biz undan oldin sodir bo'layotgan va o'sha sodir bo'lgan paytda davom etayotgan ish harakatini bilmaymiz. Telefon jiringladi. Mana shundan oldin men DVD ko'rishni boshlagandim, undan keyin tugatdim. Ya'ni telefon jiringlaganda men DVD ko'rayotgan edim yoki men DVD ko'rayotganda telefon jiringladi. Mana shu DVD ko'rayotganni o'rtasida sodir bo'lgan ish vaqtni bildiradi va shu o'tgan zamonda olinadi. Va past continuousda doimiy yoki takrorlangan ish harakatlarda, o'tgan zamondagi takrorlangan ish harakatlarda past continuousni ishlatmaymiz deyapti. Hattoki o'sha o'tgan zamonda ketma-ket bajarilgan ish harakatlari ham past simple da aytiladi. Past continuousga tortib ketsa ham ba'zi bir gaplardagi ma'nolari. Last year I was going to the cinema every weekend deyolmaymiz. Last year I went to the cinema deymiz. To'g'risi mana shunday bo'ladi. I went bo'ladi. Bu yerda I was going xato deb ustini urib qo'yibdi. Used to
o'tgan zamonda bajarilgan yoki mavjud bo'lgan va hozirda ular mavjud bo'lmagan, bajarilmaydigan ish harakatlarga aytiladi. Used to bilan ishlatiladi. Used to dan keyin infinitive fe'l keladi. Va darakkabda used to ni o'zi, inkor gapda never yoki didn't bilan used to, didn't bo'lganda used bo'lmaydi, used to bo'ladi. Mana bu yerga e'tibor berish kerak. Didn't dan keyin chunki infinitive fe'l keladi. Didn't used to. Lekin never bilan kelganda never used to bo'laveradi. Va so'roq gapda ham gapning boshida did bo'lgani uchun used to bo'lib davom etadi gapimiz. Xo'p. When I was 4, I used to eat ice cream every day. 4 yoshligimda har kuni muzqaymoq yerdim. Endi-chi? Endi yemayman degani. Mana shu. O'tgan zamonda shu ish harakat bajarilgan, endi bajarilmaydi. Xo'p. Yoki yoshligimda bobom meni ko'p kinoteatrga olib borardi. Endi-chi? Endi olib bormaydi. Xuddi mana shunday o'tgan zamonda yoki they used to be a supermarket near the corner. Burchak yaqinida supermarket bo'lardi. Endi-chi? Yo'q, buzib tashalgan. Xuddi shunga o'xshagan gaplar used to bilan beriladi. Used to bilan beriladi. Ey mashqda o'tgan zamonni to'g'ri shaklini qo'yib gaplarni to'ldiring deyapti. Yuqoridagi fe'llarni ishlatish kerak. Har bitta gapda bularni to'g'ri yoki noto'g'ri fe'l ekanligiga diqqat qilish kerak. B mashqda rasmlarga qarab gaplarni to'ldiring. To'g'ri o'tgan zamon shaklini ishlating deyapti. Kecha men futbol sotib oldim. Mana I don't need a football because I bought one yesterday deyish mumkin. C-sida complete using the correct past continuous form of the verbs in brackets. Qaus ichidagilarni past continuous ga qo'yib ketish kerak. Past continuous da to be ni o'tgan zamondagi shakllari va ing qo'shish kerak. D da circle the correct word or phrase. So'z yoki frazani tanlang. Bu mashqda yuqorida ko'rdik. Xuddi shunaqa to'g'risini tanlab belgilab qo'yish kerak. E da complete using the correct past simple or past continuous forms verbs in the box. Mana shu yuqoridagi fe'llardan foydalanib, ularni past simple yoki past continuous da qo'yib, gaplarni to'ldirib chiqish kerak. F da complete using the correct form of used to. Used to ni to'g'ri shaklini qo'yib gaplarni to'ldiring. Ba'zan inkor gap bo'lishi ham mumkin. So'roq gap ham bor ekan. Mana bu yerda so'roq gap, inkor gap ham bo'lishi mumkin. Ma'nosidan kelib chiqamiz. Shu hozircha 3-unitda vocabulary bularni bitta-bitta tushuntirib o'tirish shart emas. Har bittasini definitionlari 182 dedik, adashmasam. Yo 184 mikan? 184 bo'lsa kerak. Bor. Phrasal verblarni mana shu yerda o'zi bor. Shu yerda definitionni bergan, qolganlarini o'sha kitobning orqasidan ko'rib, qo'ldan kelgancha o'rganamiz. Keyin buni mashqi bor, topic vocabulary va boshqa phrasal verblar, prepositional phraselar har bittasini alohida qilgan. Shunisi bilan bir muncha oson, chunki mavzuiy bo'ladi. Shundan boshqa narsa tushmaydi degani mana shunaqa mashqlar. Boshqa narsaga xayol chalg'ib, odam adashib ketmaydi. Aynan o'sha narsalarni o'zini so'raydi. Ularni qo'ldan kelgancha bajarib, to'g'ri bajarib, tarjima qilib tushunib olsak, o'zimizga foyda bo'ladi va keyin revyuni ham bajarib qo'yamiz. Xo'p, birinchi unitni mashqlari